Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz dindoshlar, yurtdoshlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilarki, al-valadu ne'matun val banatu rahmatun. O'g'il bola Allohning ne'mati, qiz bola Allohning rahmati deb marhamat qilganlar. Qiz bola juda bir nozik bo'ladi, mo'g'liq bo'ladi. Buni qadrlash, ehtiyot qilish, ota-onadan keyin aka-ukalarga qizlar omonat qoladi. Nimaga deyilsa, shu qiz bolaga mehr ko'rsatilsa, xuddi onasiga mehr ko'rsatgan bilan barobar bo'ladi. Kichkina akalar katta akaga mehr bersa, xuddi otasiga mehr bergan bilan barobar bo'ladi. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga bir yigit keldilarda, "Ya Rasululloh, Allohning dargohida eng tez qabul bo'ladigan ehson qaysi ehson?" deb savol qildilar. Shunda Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimni uyiga qizi, singlisi, opasi kelib qolgan bo'lsa, o'shalarga qilingan ehson eng tez qabul bo'ladigan ehsondir deb marhamat qildilar. Demak, ehsonni tez qabul bo'lishligiga sababini va kimga berishlikni aytdilar. Endi bugungi kunda masalan ba'zi bir sabablarga ko'ra ichuvchi bo'ladi yoki tan jarohati yetkazadigan bo'ladi, ozor berguvchi bo'ladi. Shu qizlar xonadonlarga kelib qolsa, akalar, yangalar, kelinlar uni malol olib, farzandlarini ham sig'dirmasdan qiz bolani o'sha o'zi tug'ilib o'sgan xonadoniga mutlaq begona qilib qo'yayotgan odamlarning borligi payg'ambar alayhissalomning hadislariga teskari insonlar ekanligi mana shu harakatlaridan ko'rinib turibdi. Shuning uchun avvalo hech kimni uyi buzilmasin. Qiz bolani uyi buzilmasin. Uylangandan keyin qiz bola ham sabr qanoat bilan borgan joyida o'tirgani afzal. Lekin bu bir sabab bo'lib kelib qolsa, o'z singlisiga, o'z opasiga ozor berayotganlar onasiga ozor berayotganligini bilsa yaxshi bo'ladi.